şapta gülüp şırar vermeli. Krandan şolap suaga utkerdişte softan şırar. O şaptan ses rizata yine şamız yarva. Ondi şapta kem kotkara Arkadi Paraboza. Arkadi Paraboza. Arkadi Paraboza. Нежнейшее. Просто. Şey gününde yol yurtuna eni yollama aldı. Balaların uzi bilen alıp barıga buldu. Sanatoriga urnaşkaş, biraz oynab aldılar, onları su boyuna kızınırga vardılar. Plajga vargaş enileri olarga kulmak birdi. Kuyaş sokmasın balalar, kulmak giyigiz dedi. Lakin Sasha bilen Masha kulmaklarni soldilar, issida kulmaklar saga degan buldular olar. Qumdan fil avaladilar, krokodil yasadılar, uzun quyruqli suv qizin birda dik yotmadilar. Kuni bo'yi o'ynadilar, qumdan bollar ichdilar, kulmakni solib o'tirg'ach tanlari dikmat pishdi. Mashining da Sashaning da orqalari qizardi, pishgan pomidor deyarsin, qip-qizil bo'lib qoldi. Sasha Mashining tanida qo'barshiq paydo bo'ldi. Suli qo'barshiqlar bilan butun tanlari to'ldi. Tik Arkadiy Paravozov shunda yo'l itaydi. Bir sekunddan ul bolalar yonimda edi. Bolalarga yordam uchun bir tabib olib keldi. Onları g'adatincha umra bulay dedi. Quyosh nuri tan tirisin mumkin bit buzarga. Onları tunlar bo'yi ashitirdi, sizlarda. Bolalar, quyosh ostida bit uzoqlab yotmagiz. Tan tirigizni quyoshdan siz har vaqt saqlagiz. Chunki turli hollar bo'lar. Sog' bo'ligiz bolalar. Ondi shokda yana shada, mening bo'lmog'imda bor.